Rojdestvo bayrami va milodiya yangi yilni tabriklashga bo'lamdi? Savol. Assalomu alaykum. Nurg'unlagan musulmonlar, hatto ularning rahbarlari xristianlarning Rojdestvo bayrami va milodiya yangi yil bayramlarini qutlash va tabriklash faoliyatlariga qatnashadigan, hatto o'zlarimi alohida qutlaydigan faoliyat o'tkazadigan bo'lib ketdi. Buning hukmi nima? Bu bayramlarda hadiya taqdim qilish va daraxt bilan uylarni ziynatlash, shunaqla xristianlarni tabriklash-chu? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Afsuski, nurg'unlagan musulmonlar faqat xristianlarningla emas, butparastlarning, din dushmanlarining, hatto qon dushmanlarining bayramlarini cho'ng bo'ladigan, alohida tabriklaydigan bo'lib ketdi. Temamizga aloqador holda Rojdestvoni tabriklashning hukmini bayon qilishdan avval oldi bilan bu kimning tug'ilgan kuni, biz nimani tabriklaymiz? Qarab boqaylik. Rojdestvo Xristos, ya'ni Christmas, xristianlarning bir qismining e'tiqodida Rabbning tavalludi, yana bir qismining e'tiqodida Rabbning o'g'lining, ya'ni Hazrati Isa Masih alayhisolamning tavalludini xotirlash bayrami hozirgi xristianlarning odati bo'yicha katoliklar 24-dekabr kuni kechasidan boshlab 25-kunduzi bayram qilsa, ba'zi ortodokslar 6-yanvar kuni kechasidan boshlab 7-kunduzi tabriklashadi. Rojdestvo bayrami ya Ko'hna ahdda ya Yangi ahdda tilga ilinmaganidek, Hazrati Isa Masih alayhisolamning tavallud kunimi tilga ilinmagan. Xristianlar o kunni aniq bekitalmayla qolmay, balki oy va yilni aniq bekitalmagan. Hatto ularning injillarida Hazrati Isa alayhisolamning qachon tug'ilganligi haqida bir-biriga zid mazmunlar bordir. Ya'ni Matta injiliga qarab milodiyadan burungi 4-yili, ya'ni Herodis vafot bo'lgan yili deyishi mumkin. Ammo Luka injiliga qarab milodiya 14-yili deb yakun chiqarishi mumkin. Hazrati Isa alayhisalom havoriylarini bu kunni yoki boshqa bir kunni tabriklashga buyurmagan. Havoriylarning tabriklaganligi ham naql qilinmagan. Faqatla milodiya 325-yili Nikea İznik qurultayida 25-dekabr tavallud kuni deb bekitilgan. Tadqiqotlardan ayon bo'lishicha, 25-dekabr aslida xristianlikdan ilgari butparastlarning bayrami bo'lib, qadimiy rumliklarda maxsus quyosh tanrisi Sol Invictus, ya'ni Patmos quyoshga cho'qinish bayrami edi. Xristianlar Hazrati Isa Masih alayhisolamning tavallud kunini aniq bilolmagachga, yana Isa Masih alayhisalom ularning e'tiqodida Yangi ahdning quyoshi, jahonning nuri deb qaralg'achqa, ular Sol Invictus bayramini Isa Masih alayhisalom tavalludini xotirlash uchun bekitgan va bu bayramda ular maxsus duo tilovat va ibodat bilan birga to'plashib xotirlash, kechki tomoq, Rojdestvo archisi, Rojdestvo bovay, Santa Claus va hadiya qatorliqlar bilan tabriklashadi. Bu tavalludning xristianlikda asosi bo'lmaganidek, tabriklashga doir boshqa faoliyatlarning biror asosi yo'qdir. Masalan, Rojdestvo archisi odati xristianlikdan ilgirgi dal-daraxtlarga cho'qinish butparastligidan qolgan bo'lib, qadimda Germaniyada keng tarqalgan odat edi. Germanlar xristianlikni qabul qilgandan keyin bu odat xristiancha simvolga aylantirilgan. Bu vajdan o'rta asrlarda katolik cherkovlari bu odatni qarshi olmagan. 15-asrlarda andin Fransiyada umumlashgan va u yerdan Angliya va Amerika ellariga tarqagan. Natijada bu archa Injilda tilga olingan hayot archisiga, jahonning nuri deb qaralgan Hazrati Isa Masih alayhisalomga simvol qilingan. Bu bayramdagi hadiya taqdim qilishmi o'xshashla butparastlikning qoldiqlaridir. Bu odatni butparastlikdan eng dastlabda qabul qilganlar katolik cherkovlari bo'lib, ularning o'zlari bu bayramning dastlabda yo'qligini, Misr va Rum butparastlaridan kelganligini, keyincha Rojdestvo bayramiga aylanganligini,
İncil'da birersining buni tabriklaganligi yoki bu kun uchun ziyofat berganligi tilga ilinmaganligini, Fir'avn va Herodisga o'xshash gunohkor mustabidlarla bu dunyoga kelgan kunni katta tantana kuni qilib olganligini e'tirof qiladi. Demak, asli butparastlik qoldiqi bo'lmish mazkur bayram xristianlikning dastlabki asrlarida yo'q bo'lsa-mu, keyingi asrlarda bir turkum xristianlar o'z e'tiqodlariga moslashtirib, umumlashtirib olgan bo'lib, bu bayram biz musulmonlarning qanoatida xristian e'tiqodiga tengilgan shirk va kufr amaldir. Afsuski, ularning e'tiqodida atalmış qutquzguchi Parvardigor Masihning tavallud kuni bo'lib, Allah subhanahu va taala Maryamning qo'rsqida tanga aylanib, yeb ichadigan va uxlaydigan bir inson sifatida dal mushkunda tug'ilganmish. Mana bu islom aqidasining tub asosi bo'lgan tavhidga tamoman ziddir. Aytqinki, u Alloh birdir. Hamma Allohga muhtojdir. Alloh bola topganmi emas, tug'ilganmi emas, hech kishi uningga tanglash bo'la olmaydi. Hadis-i Qudsiyda Alloh taolo aytadiki, Odam bolasi meni tilladi va halanki uning meni tillash haqqi yo'q edi. Meni yolg'onchi deb oldi va halanki uning bundaq deyish haqqi yo'q edi. Uning Allohning bolasi bor degani meni tillaganidir. Alloh meni burun qolimga o'xshash qayta tirildirib olmaydi degani bo'lsa, uning meni yolg'onchi deganligidir. Ular Allohning bolasi bor deyishdi. Shak shubhasiz qabih bir so'zni qildinglar. Bu so'zning yomonligidan osmonlar parchalanib ketgili, yer yerilib ketgili, tog'lar gumron bo'lib ketgili tas qoldi. Bu shuning uchunki, ular Allohning bolasi bor deb da'vo qildi. Bolasi bo'lish Allohga loyiq emasdir. Osmonlarda va zaminda Allohga banda bo'lib bo'ysunmaydigan hech maxluq yo'qdir. Allohni Masih ibn Maryam shu davalgan kishilar haqiqatan kafir bo'ldi. Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur dedi. Nasaralar Mesih yani İsa Allah'ın oğludur dedi. Bu ularning ağzıdaki delilsiz sözdür. Ularning sözleri ilgirki kafirlarning sözleriga o'xshaydi. Allah ularga la'nat qilsin ki, ular qandaqmi Allohning bolasi bor deb Allohga yolg'on chaplaydi. Bu va bunga o'xshash oyatlar ko'pdir. Demak, Qur'on Karim ahli kitob bo'lgan nasaralarning Maryam o'g'li Masihni Allohning bolasi deb da'vo qilishini nihoyat qattiq tanqidlagan va undaq degichilarning kafir ekanligini ochiq aytgan. G'arb kalendari bo'yicha Hazrat Isoning tavalludidan 570 yil keyin tug'ilib, 632-yili boqiy olamga safar qilgan payg'ambar sallallohu alayhi va sallam xristianlarni ko'rgan, ular bilan munozirlashgan va ularni islomiyatga chaqirgan. Lekin atalmış Rojdestvo bayramini bir qatimmi tabriklab boqmagan. Aksicha, Madinaga borganda Madinaliklarning burun tabriklab kelayotgan bayramlarini amaldan qoldirib, Ro'za Hayit va Qurbon Hayitni rasmiy bayram qilib yo'lga qo'ygan. Anas radhiyallohu anhu deydi-ki, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Madinaga kelganda Madina ahlining o'yin tomosha qilib tabriklaydigan 2 kuni bor edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu ikkisi nima kun deb so'ragan edi. Ular biz jahiliyat davrida mushu 2 kunda o'yin tomosha qilatdik dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh taolo sizlarga bu 2 kunning o'rniga bulardan yaxshi 2 hayit kunini almashtirib berdi dedi. Shunga bu xil jahiliyatga xos bayramlar yelg'o shirk e'tiqod va butparastlikni asos qiladi ekan, diniy e'tiqodga chetilmagan taqdirdimi 2 hayit va jumadan boshqa bayramlarni qutlash va tabriklash o'xshashli cheklanadi. Bunda qutlash va tabriklashga qatnashgan musulmonlar buni darhol tashlashi, bu bayramlarga munosib hadiya berish, orchi bilan zinnatlash va Rojdestvo bovay qiliqlarini do'rash qatorliq turli faoliyat va tayyorliklardan nari turishi lozim. Shundaqla bu xil shirk va xurofotga rozi bo'lgandek ko'rinmaslik uchun xristian xizmatdosh, savoqdosh yoki qo'shnilarning Rojdestvo kuni og'zaki yoki uchir shakldagi bayram tabriklariga javoban Kristos Christmas iborasini ishlatmay, kunlaringiz xayrlik bo'lg'ay degandek boshqa ibora bilan javob qaytarish kerak. Bu bizga dushmanlik qilmagan yoki biz bilan urushmaganlarga chiroyli insoniy muomala qilishga hargizmi zid kelmaydi. Chunki bu aqida, e'tiqod va diniy mavqedir. Birarsi yuz xotiri uchun aqidaga zid ish qilishga qat'iy bo'lmaydi. Buningga islommi, xristianlikmi qarshi.
Təbrikiga təbrik bilan javob berganligidan og'ringanlarga buni tushuntirib javob berish munosib. Bu vaqtda shuni eskartib qo'yish foydali. Xristianlıqmı öz muritlarini boshqa dindagilarning hayit bayramlariga qatnashishini qattiq cheklaydi. Masalan, didaskaliya, ya'ni elchilar ta'limotlarida musulmon, yahudi, butparast, munofiq va boshqa jami muxoliflarning hayit bayramlarini qutlash, tabriklash, tantanalarga qatnashish, hatto hayotini saqlab qolishga lozim qiymak, ichmak setish zaruriyati bo'lmaganida ularning faoliyat so'rinlaridan o'tib qolishmi halokat, ozg'unlik va shirk la'natga loyiq ishdir deyilgan. Milodiy 4-asrda Anatoliyadagi Lazkiya Ferigiya qurultiyida xristian kishining tantana so'rinlarida usul o'ynashi joiz emas. Shanba kunini yahudiylardek dam olish kuni qilib olish joiz emas. Xristian kishi ular bilan birga hayit bayram o'tkazmaydi. Ularning hayit bayramlaridagi yemak-ichmaklardan hech narsa olmaydi deb qaror e'longan. Vallohu a'lam bis-savob. Allah eng to'g'risini bilguvchidir. Fatvoda doktor Abdulaziz rahmatulloh. Hijriya 1444-yili Jamadiyul avvalning 27-si. Milodiy 2022-yili 21-dekabr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.